Assalomu alaykum. Navbatdagi darvozamiz ham sinfga tayyor bo'ldi. High-tech fason 2 qavatli variant yasaganmiz. Xo'p, bu joyda va mana bu joyda buni nerjavakalari bor. Lak to'liq qurigandan keyin yopishtirib beramiz. Ideal holatda chiqqan high-tech fason darvoza juda ham zo'r holatda chiqdi. 2 qavatli variant yasalgan. Xo'p, orqa tomoni tekis holatda bo'ladi buniki ham. Bu o'sha to'rtbicha bilan bu joylarda nerjavakalari bor darvozamizni. Rangi har doimgidagi GK2 banishning original kraskani sepib glansli holatda qilib berganmiz darvozamizni. Bilasiz, bu darvozamizni yaqin kadrdan sifatlari juda ham ideal holatda chiqqan. Yerni eksilmagan holatda juda ham zo'r holatda chiqqan. Mana bu joylarni ham yaqindan sifatlari. Bu bitta katta kaletka. Hop, bunisi odam kirish uchun, narigisi yana bitta katta kaletka. Bu yoqda bitayotgan darvozamiz bu o'sha high-tech avtonofason darvozamiz 2 qavatli variant yasalgan shumkali. Buni ham orqa tomonlari tekis holatda bo'ladi. Xo'p, Andijon bo'zga olganmiz. Отдельный kalitkali holatda bo'lgan 410 ga 320 razmerda yasalgan darvoza. Shakllashga qilinyapti. Xudo xolasa